buzib tashlagan vaqtinchalik hududda boshqa qo'riqchilar avtomobilga. Birinchi tashma natural bo'larkan, ikkinchi uch bo'larkan. Qo'qon shahrida aholi e'tirozlariga sabab bo'lgan qurilish to'xtatildi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rifjon Usmonov Qo'qon shahar hokimligiga shikoyat qilib kelgan fuqarolar bilan muloqot qilib, muammolarini o'rgandi. Aholidan kelib tushgan murojaat asosida masalani joyida borib hal etish maqsadga muvofiq deb topildi. Mahram ko'chasidagi ko'p qavatli uylar barpo etilgan hududda davom etgan muloqot chog'ida 18-ko'p qavatli uyga tutash hududining yer maydoni auksionga chiqarilib, tadbirkor tomonidan yutib olingani aniqlandi. Mahalla aholisi ushbu hududdan o'z ehtiyoji uchun marosim va ma'rakalar o'tkazish maqsadida foydalanish istagida ekanini, ushbu hududda tadbirkor tomonidan bino qurilishiga qarshiligini bildirib, Qo'qon shahar hokimi va Qo'qon shahar prokuroriga shikoyat qildilar. Mahalla aholisi tomonidan shu yerda barpo etilgan avtomobillar saqlash joyiga jarima qo'llanilgani ham bildirilib, aholi jarimani bekor qilishni va ushbu qurilmani qonuniy tartibda aholi ehtiyojlari uchun rasmiylashtirib berishni talab etdi. Aholi murojaatlaridan kelib chiqib, tadbirkor tomonidan qurilishi rejalashtirilayotgan bino uchun boshqa hududdan joy ajratish choralarini ko'rish, auksion mablag'larini kompensatsiya qilib berish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Tadbirkor va mas'ullarga ushbu hududdagi aholini bezovta qilmaslik, aksincha bolalar maydonchasi qurilishiga ko'maklashish yuzasidan topshiriqlar berildi. Uyda marosim bo'ladi. Yaxshi uylar bor. Mana shunday to'y, mana shu marosimlar o'tkazadigan joy bo'ladi. Bolalar maydonchasini rejaga qo'yganini o'zimdan ko'raman. Buni ham masalasini ko'raman. Endi sizlar shu yerda yashayapsizlar, bino bo'lib, hammalarning yashayotganligini o'zi katta narsa. Mana bu narsa meni xursand qildi. Sizlar shuna yig'ilib, qilgan bo'lsalar.